Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi profildan yasalgan katagimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Bu katagimiz juda baquvvat chiqqan. Ko'rib turganlaringdek, balandligi 2 metr, orqasi oldi 1.70-1.80 atrofida, uzunligi 2,5 metr, eniga 1.50 santimetrga boradi. Mana ichlari ham mana odamni xotirjam ko'taradi. 2-3 kishini ham ko'taraveradi. Mana sahrasi ham bo'laveradi. Mana o'rtasi mana qalin setkadan to'qib qo'yganmiz. Ikki tomonga shipirib tashlasa ham bo'laveradi. Mana qo'nog'ini ham ikki qator qilib temirdan chiroyli qilib tayyorlab qo'yilgan. Mana qo'nog'iga ham odam xotirjam chiqsa ko'taraveradi. Chiqib ham ko'rsatib beramiz. Mana qo'nog'ini o'zi ham ikkita odamni ko'taraveradi. Tuxum qiladigan joylari. Ichkariga 5 ta odam kirsa ham ko'taraveradi. Ikki tomoni paddon qo'yganmiz, qalin paddondan, o'rtasi setga qadalgan. Qulf ham tushadi, zachilkasi ham bor. Mana bu yerda mana suv idishlari bakalashkani to'ldirib o'rnatib qo'ysangiz, ichgan sari bu yoqdan tushaveradi, kallasini chiqarib ichishadi. Mana bu yerda mana tuxum oladigan joylari, falgalari solingan. Cherpissarlari ham qalin. 0.4 tomdan bo'lgan, juda qalin qo'yilgan. Oldiga sliplarni qo'yib qo'yilgan. Oxirlari mana juda chiroyli qilib joylashtirilgan. Tagiga balonlarni qo'yib qo'yganmiz. Bu yoq bu yoqqa yetalasa ham bo'laveradi. Tep borsa ham mana hech narsa bo'lmaydi. Juda baquvvat. Mana bu yerda yana mana 3 ta katagimiz tayyorlab qo'ydik. Bu Namangan shahariga ketyapti. Namangan shahariga bugun ketadi. 1.70 dan 3 ta. Uzunligi 1.70, eniga 1 metr, balandligi 1.20. Tagi setga qadalgan varianti. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 3315 raqamiga telefon qilasizlar. Lekin buni katat olmagan odam armonda qoladi. Bunaqa baquvvat katak hali yasalmagan. Polni profillari ham 2 qalin profildan bo'lgan.